Bu videoni ko'rayotgan odamlardan shu iltimos qilaman, agarda shu kasal bilan kasallangan bo'lsalar, hech qayerga murojaat qilmay, hech qayerga bormay, to'ppa-to'g'ri shu Behzod Botirovich yoniga kelib maslahat olib davolanishlarini iltimos qilaman. O'zi qilishdi, rentgen bilan ko'rdilar. Kichkinagina onkologik belgi bor. Mamamizda shuni endi nima qilmasa, davolatmasak bo'lmaydi, operatsiya qilish kerak deb aytdilar. Keyin meni bolalarim operatsiyaga rozi bo'lishmadi. Meni olib kelishdi. Olib kelgan vaqtida ahvolim yaxshi emas edi. O'zim yurib bilmasdim. Yonimda katta o'g'lim bilan keldim. Ana keyin doktor ko'rdilar-da meni yotqizdilar. Ayamda hech qanday xavfli kasal yo'q deb meni ko'nglimni ko'tardi doktor. So'yinganimdan shu 10 kun qanday o'tganini bilganim yo'q. O'zi men judayam o'zimni yaxshi sezdim. İkinci marta kelganda bitta o'zim keldim. Doktorimiz o'tirgan ekanlar. Bir 10 kun davoladingiz, mana yuribgina keldim yoningizga dedim. Malades, doktorimizdan shunday roziman men. Shu kasal bo'ldim degan odamlardan iltimos qilaman, agarda shu ximiya nur olib yurishi o'rniga shu yerga Behzod bolamni yoniga kelinglar, shifo topasizlar.